tugidi hamda yana bir muhim narsa bu ma suhbatga munosabatsiz men qaytib qo'yishni loyiq ko'rdim. Men ko'ryapsa bir qancha kun bo'ldi tor dunyosida, Facebookda, Twitterda Myunxen xitobnomasi haqida men savol qo'ydim Dunyo Uyg'ur qurultoyiga, Erkin Olibtekinga, qurultoyniki ijroiya raislariga, har qaysi muavir raislariga degandek ko'ryapsizlar bu narsalarnikini. Dunyo Uyg'ur qurultoyi 2004-yil 4-oyninki 20-kunida qurilib ekan. Qurilgandan keyin Dunyo Uyg'ur qurultoyining birinchi qilgan ishi Erkin Olibtekin qurultoyini Dunyo Uyg'ur qurultoyini qurib bo'lgandan keyin qilgan birinchi darhol Myunxen xitobnomasi e'lon qilish. Chunki qurultoy Myunxenda qurildi, Dunyo Uyg'ur qurultoyi Myunxen xitobnomasini e'lon qildi ekan. Myunxen xitobnomasi e'lon qilganda Erkin Olibtekinning deganida men buni inglizcha tayyorladim, xalqaro siyosatshunoslardan, qonunshunoslardan maslahat olib, buni inglizcha tayyorlab e'lon qildik. Uning keyinda Uyg'urcha Xitoychaga tarjima qilindi deb Erkin Osiyo radiosiga bergan 2005-yil 5-oyning 17-kuni Erkin Osiyo radiosiga bergan suhbati bor. Bu Myunxen xitobnomasi haqida 2013-yil Facebookda kuchli munozir qo'zg'agan. Shu munozirni Nurgiyadagi Akram Ilik bilan shu boshlagan, unga men yondashib savol so'ragan ash mezgilida. Nima uchun Myunxen xitobnomasi inglizcha e'lon qilingan bo'lgan bo'lsa, Myunxen xitobnomasi inglizcha, Uyg'urcha, Xitoycha uch tildagi bir-biridan farqlandi, uning mazmunlari. Biz Uyg'urcha qarasak, nihoyat hayvatlik, Sharqiy Turkistonning o'zlarini belgilash, hatto mustaqillikdan gap bor. Inglizcha qarasak, undaq emas, Xitoycha qarasak, uni so'zlash qilolmaydi-da, almanda. Bu nima uchun deb men qilsam, buni Mehmet To'xti ingliz tilidan Uyg'urcha men tarjima qilgan dedi. Unda sen tarjima qilgan bo'lgan bo'lsang, nima uchun o'xshamaydi buning ichisi? Sebeplari nima? Kim oxirqatda buni tasdiqlagan desam, Mehmet To'xti 2013-yilda meni Facebookdan cheklab etgan. Hozirgacha Mehmet To'xtiniki Facebookga hech narsa ko'rmayman. Shu boshqa bir hafta burun men Mehmet To'xtiga aloqa qilishib, bu to'g'risida qilsam Mehmet To'xti gapni burab bilakka qapadi. Men Twitterda buni otdim, Mehmet To'xtining savolini javob bermay jim turib oldi. Shu to'rdan oqtirib Dunyo Uyg'ur qurultoyining to'rbetga kirsam, inglizcha yo'q ekan. Myunxen xitobnomasining Uyg'urchasi bor ekan, xil uzun, 4-5 varaq bir narsa o'qib beqinglar qarindoshlar. Uning keyin Xitoycha qarab baqdim, Xitoycha qarasam, bir 10 qur bir narsa bor-da Xitoychasida. Uyg'urcha 4 varaq bir narsa, Xitoycha ekanda 10 qurdek bir narsa. Lekin ayadagi xitobnominiki asosiy nishoni, g'oyasi Xitoychadan osmondan farqlandi narsaniki. Uni inglizdan selishtirib boqay deb ingliz topolmadim. Topolmagandan keyin men uning keyindan bu Myunxen xitobnomasi to'g'risida bergan bayonotlar bormidi deb Erkin Osiyo radiosining shu bayonotini topdim. Men hozir bir qo'yib beray, eng avval qarindoshlar bir anglab boqsa, mana ovozini yuqori qo'ymay. Mana Erkin Olibtekin Myunxen xitobnomasi haqida to'xtaldi. 2005-yil 7-oyning 27-kuniga mana bir anglanglar. Hurmatli radio anglag'uvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultoyi raisi Erkin Olibtekin efendi Turkiyaga ziyorat uchun keldi. U bu jarayonda Turkiyadagi Sharqiy Turkiston ommaviy tashkilotlari mas'ullari va Uyg'ur zotlari bilan uchrashib, fikr almashtirmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultoyining raisi Erkin Olibtekin yaqinda e'lon qilingan Dunyo Uyg'ur qurultoyining Myunxen xitobnomasining tuzuvchisi. Dunyo Uyg'ur qurultoyining Myunxen xitobnomasi 4 betdan tarkib topgan. Xitobnomada Dunyo Uyg'ur qurultoyi Mustaqil Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining Sharqiy Turkiston xalqining tub qimmat qarashlari ostida qurilgan demokratik, ko'p partiyalik, din va siyosat bir-biridan ayrilgan va qonun bilan boshqarilgan bir davlat bo'lganligini, Mustaqil Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining davlat tilining Uyg'ur tili bo'lganligini, har bir fuqaroning kishilik erkinligi va majburiyatini mutlaq qo'g'daydiganligini hamda uningga hurmat qiladiganligini jakalagan. Qimmatli radio anglag'uvchilar, xitobnomada qo'g'diladigan kishilik huquqlari va tashabbus qiladigan majburiyatlar 19 moddadan tarkib topgan bo'lib, xitobnoma Yashasin Sharqiy Turkiston jumlasi bilan oxirlashadi. Bu xitobnoma haqidagi ba'zi masalalarni oydinlashtirish uchun xitobnomani tayyorlagan Dunyo Uyg'ur qurultoyining raisi Erkin Olibtekin va Uyg'ur strategiya mutaxassisi Erkin Akram efendi bilan suhbat olib bordik.
Hürmetli Erkin Alptekin Efendi, bu kitapname kaçan yazılgan, nime maksat bilen hazır ilan kılındı? Sovyet İttifakı'nın tarqalışıdan keyin Orta Asiyadagi Türkiye Cumhuriyetler müstakil bo'lib o'tirg'i chiqdi. O'sha mezgillarda biz UNPO'ni qurgan, bu Vakolatsiz Millatlar Teşkilatı'nı. Şu çağdan tartib bizden mana qurilgan kundan tartib 7 a'zomiz mustaqillikka erishdi. Devamlı chet elliklarni, xalqaro tashkilotlarning so'ragan savollari shunday bo'lgan. Bu sizlar bu Cumhuriyetde eğer müstakil bo'lgan bo'lsanglar qanday bir davlat qursizlar deb bu Müslüman bo'lgan, bo'lmagan davlatlarga müstakil bo'lishdan burun so'ralgan savollar. Shularga tayanib turib, men bu bir kitobnoma hazırlagan edim. Buni xalqaro huquqchilar bilan ko'rishib, ularning tasdiqini olgan edim. Mesele şu, Şarkı Türkistan halkı Müslüman bir millet. Her devletlerde acaba bular müstakil bulup kalsa, qanday bir devlet kurdu? Yani şeriatka tayangan bir devlet mi, bir diktatörlük mü, bir totaliter sistem mi? Degenge o'xshagan bizde neydi? Şüpheler var etti. Biz şüphelerini yok kılış için ben bu şu xalqaro huquqchilar bilan sözleşip, gelecekte Şarkı Türkistan müstakil bir devlet bulup o'tirib chiqsa, qanday bir devlet bo'lishi kerak degan meseleni ko'z oldida tutib, bu beyannameni biz shu chog'da hazırlagan. Bu beyannamening maqsadi chet el davlatlariga agar bir kun kelib vaqti va soati yetib Sharqiy Turkiston mustaqil bir davlat bo'lsa, shu usulda bir davlat bo'lishini xalqimiz albatta xohlaydi degan tushuncha bilan hazırlangan bir deklaratsiya ve keyingi vaqtlarda bo'libmi bizga bu savollar yomon ko'p so'rilib ketdi. Chet elliklar, xalqaro tashkilotlar, chet el matbuoti ko'p so'rab ketdi. Agar mustaqil bo'lib qolsa qanday bir davlat qurishdan deganini ularga bir garanti sifatida buni hozir e'lon qilishni ve ularning yar yurikiga ega bo'lish, biz gelecekte mustaqil bir devlet bo'lsak, albatta shu xalqaro jamoatchilikning qabul qila oladigan usulda bir devlet quramiz degan bir garanti berish maqsadi bilan hozirdan e'lon qilish majburiyatida qoldik. Hürmetli Erkin Alptekin Efendi, bu kitapname başka tillarda mı ilan kılınamdı? Elbette bu İngilizce bulup hazırlangan idi. Hesapta başka biz bunu İngilizce kılıp hazırlagan. Hem de bunu Uygurçaga tercüme kılıp, közden köçürüp, bir qancha qatim közden köçürüp, en nihayet ahirida biz bu Dünya Uygur Kurultay icra heyeti yig'inida o'qib madde bu yerda tasdiqdan o'tkazib, bundan keyin e'lon qildik buni. Albatta buning inglizchasimi bor, inglizchasini ve kerak bo'lsa xitoychisini tercüme qilib boshqa tillarda e'lon qilamiz albatta. Kıymetli radyo anlıqçılar, bu kitapname hakkındaki göz kararlarını ediş için mikrofonumuzu yani Yavrasya Stratejiya Tadqiqot Merkezi mutaxassisi Erkin Ekrem Efendi'ye uzattık. Hürmetli Doktor Erkin Ekrem Efendi, bazı kişiler Dünya Uygur Kurultayı'nın avtonomiyachi ekanligini ilgili sürgen edi. Dünya Uygur Kurultayı bu xil tanqidlarga qarshi buni e'lon qildimi? Ben bu bazı qarindoshlarning ki Dünya Uygur Kurultayı otonomiyachi deganga pek e'tibor bermayman. Bunun sebebi Şarkı Türkistanlıklar bulup 1949'dan keyingi xalqarodagi Şarkı Türkistan kurashini kelayotgan bütün teşkilatlar ve şahsiyetler hammasi mustaqil bir Şarkı Türkistan'ni arzulaydi deb o'ylayman. Yani eğer de otonomiyani istagan bo'lsa, hozir Xitoy Şinjan Uygur otonomiyalikni bergan gap. Qonunchada to'liq bergan bo'lsa, hiç olmasa isimcette bu var. Sonuçta bu sözler belki tatbibatlı niyetiyle sözlendi ya da bilme sözlendi de oylayın. Suyumlik radyo anlıqçılar. Erkin Asya Radyosu için Ankara'dan Erkin Tarım tayyorladi. Xayr xo'sh. Mana aniq anladın mı Mevlanka? İlk anlandı. Endi meniki nima qilganlarim 2013 dedim qo'y. Shu chaqda men shu Myunxen kitobnomasi haqida to'g'ri ketki munozara bo'lib ketgan vaqtda shu chaqda men bir narsa yozgan. Ashbax dildimda. O chaqda men jiqadam tanimaydi qo'yamdi. Shunday deyapman. Lekin Mehmet To'xtning qardizini tiqayotgan yuzini ko'ramayman deb. Hozir Rabia Qodir xonim shu chaqda Dunyo Uyg'urlarning raisdi.
Dolqin Esa boshqa atibdi. Boshqa bir qancha raislar bo'lyapti. Erkin Akram shu strategiya mutaxassisi hammasi Gollandiyaga jiq kelgan bular. Kelgan hammasini so'rgan men Myunxen xitobnomasining nima uchun inglizcha, uyg'urcha, xitoycha bir-birini farqli. Buni kim yozgan, kim boshqa tillarga tarjima qilgan desam, hammasining bergan javobi shu vaqtda buni qo'shgancha bu masaladan. Ya bu sen nereden ko'rding deb, nereden ko'rmadik, shu joy to'rbeti bati qurultayniki, ashuni ko'rgan to'q. Mushta bu munozirlar bo'lgan, buni desek ana ekan biz surishtirib boqaylik, bizni qaytib surishtirib boqaylik bu narsalarnikini, o'chaqlar yangi kelgan biz o ishlar bu ishlar oldirib diqqat qilmabdiq dedi. Unda qilqas uni keyin bir qancha qatam so'rdim, javob bermadi. Ani o'tganda mana bizim chatliklarmi, g'aribliklarda, g'ariblikka kuzatuvchi nurg'unlar memlar jiq paranglashadi-chu. Mushtaq bir narsalarni ko'rdi. Ulim ko'rib, ne uyg'urcha qilganligi, ana parangni so'rab qoldi men Myunxen xitobnomasi haqida. Bu narsanikini bu inglizcha yo'qmi buningki? Sen ko'rib boqdingmi dedi, yo'q ko'rib boqmadim. Men shu ingliz uyg'urcha xitoysini ko'rdim deb aka burun ishda ism kelib darhol ana keyin men Robiya Qodirxonga telefon qildim masalan. Ikki gapni oldimda desam Robiya Qodirxon uni shu mazgil seni so'raganda uni biz selishtirib boqamiz deb men boshqalarga degan o'lim keyin ismimizni ko'tarilib qopti u narsani dedi. O ishnikini men hammani aka tasdiqlatgan narsa mening ismimda yo'q dedi. Nimaga? Aning keyinidan Erkin Akramga men nima qildim mana hozir qo'yib berdim xabarni. Bu 19 yil burun ishlangan xabar, men xabarni. Buni Erkin Akram bilan kurashdim. Erkinga endi o'z vaqtida Myunxen xitobnomasini so'rgan Gollandiyaga kelgan vaqt 100 turani. O'sha men bo'shdan taz bilib ketmayman degantingiz, lekin men Erkin Osiyo radiosiga xabar ishlabsiz, Erkin Olibtekin bilan ishlanganlar. Nima uchun Myunxen xitobnomasining uyg'urchasi, inglizcha, xitoychasi bir-biridan farqlandi desam, Erkin Akram endi ovozini qo'ysak yaxshi bo'lmaydi meni WhatsApp deyishgan gapni. Bu ishlarda mening taz xabarim yo'q ekan. Sen shu qurultayning doim ishlariga mas'ul muavin raisi Parat Yo'rinqashdan kurashdi. Parat Yo'rinqashdan men 3-4 kun kurashdim. Uchrayverdik o'zaro. Timin deb qichiqlikda boshqa yerga burab qochdi. Shunday gap chiqqandikinlar, yana boshqa tushundirdi. U hech men so'rgan so'rag'a munosibatsiz. Uning keyinidan Erkin Olibtekinga telefon qildim. Olmadi telefonni. Signalda gap qoldirib qo'ydim, javob qaytarmadi. Shu Myunxen xitobnomasi haqida. Uning keyini qanday qilaman? Qurultayning bosh taftishi Parat Yaqub, muavin taftish Umarjon Imen, bosh kotib Tuyg'un Abduvali, Erkin Akram, Parat Yo'rinqash qatorliq hamma qurultayning yuqori darajadagi amaldorlarining hammasiga o'sha Myunxen xitobnomasi haqida bir narsa yo'lladim. Shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultayiniki qurilganligining 20 yillik programmasini ko'rgandan keyin bu program haqida his qilganlarim, takliflarim tanqidlarimda bir narsa yozib tapın e'lon qilmadim. Shular avatib berdim. Bu qurultay 20 yil bo'libdi, qurilib 1 yil bo'lgandikinlar Uyg'urlar mustaqillik haqida men Erkin Olibtekinning mada degan nimalar bor ekan, nima uchun 3 yil bir-birisi o'xshamaydi desam, hech qaysi buningga selektor paqa qaysi o'xshamagan nari bor ekan deganmidi. Chunki inglizcha yo'q bu narsanikini. Mehmet To'xtami kurashdi. Mehmet To'xtam kurashsa, Mehmet To'xta javob bermay turib oldi. Ashnas eslatganda 2013 mushni so'rasam cheklab qo'ygandingiz Facebookda, Facebookda meni qartizimni chiqarib o'ting dedim. Men sizga ko'rib turay bir narsalaringizni. Sen Mehmet To'xt qat'iy javob bermadi bir narsaga. Hammasi javob bermaylik buningdan. Shuning amali yo'q, qayda qilaman? Facebookda yozdim. Buni to'g'risida qisqa mazmunni yozdim. Yana boshqa 5 taklifim bor. 5 taklifda hozircha hamda aşağı üzülü bilirsin dedim de cevap çıkmaya kapkaz ilan kılma. Anda baş tepkişten kurashdi, muavin tepkişten kurashdi, qurultayniki ular dedi, biz bunu aşağıda o'ttirib qo'yib, buna bir javob berishga tirishib boqayli dedi. Tirishib boqayli emas. Bu qurultay biz dunyodagi Uyg'urlarniki birdan-bir tashkilot deb xalqaro kurashayotgandan keyin bu qurultayning nizomnomasi, xitobnomasi muhim narsa. Nima uchun bu millatni halaqi millatning o'zimizning millatiga bir xil, boshqalar bir xil mustaqillikka o'xshamagan nimada sirtqi dunyoda uchirib birdi desak biz buni bir tekshirib nima qilib boqayli dedi. Yani qanday javob chiqdi uqmadim. Bugun meni men deb qo'yishidagi maqsad o'g'illikka qurultay Myunxenda 20 yilligini o'tkazishdan tam Sharq Turkistonning besilgan zamin ekanligi haqida doklad e'lon qildi. Doklad chiqqan, doklad o'qiymiz. Doklad chiqib bo'lgandan keyin aning keyin qurultay yani o'zininki xitobnomasi bo'yicha 19 yil burun e'lon qilgan xitobnomasi bilan Sharq Turkiston mustaqilligini ta'kidlaydigan yo'lda bo'lganmi yoki burunqida yana Xitoy bizga zulm qilyotdi, qirg'inchilik qilyotdi, opamiz silab qo'ydi, dadam silab qo'ydi deganda yana ko'n muqomdagi da'vo yo'lda qarab bo'lganmi. Buni 5-3-kundagi
qurultayning e'lon qilgan doklatidan qarab baqaylar. Shu mundaki bilalaymiz-da bu narsani. Shunga buni millatga bir bildirib qo'yishni biz o'zimizning bir aqlli burchi deb qaradim. Chunki biz ziyoli bo'lgandan keyin bunda masalaga sagak turishimiz kerak. Uyg'ur tashkilotlari Sharq Turkiston nomidagi bu tashkilotda Uyg'urlar uchun qanday uchur beryapti, xalqaro qanday uchur beryapti. Biz buni analiz qilib turib, bularni ketkizib qo'ygan taraflardan tutib, bularni tanqid qilishimiz kerak. Bularning to'g'ri yo'lda menish uchun biz haydakchilik qilishimiz, xalq nazoratchi bo'lish kerak. Mana buga qo'yib qo'yishimiz sabab Bugunat Erkin Osiyo radiosining bu xabar yulib ketib qolsa, topolmaymiz o chaqda. Shunga men qo'yib qo'ydim, bu narsa menga saqlanib qoladi. Shunga qurultayninki 20 yillik to'yi qatnashganlar Onu mübareklegenler uzangan şahsi işi. Ayak bağandan keyin nima uchun shu qurultay qurilib, dunyo eng dastlabda Uyg'urlarning biz mustaqilligini nima qilamiz degandek cho'ng gapni qilgan Erkin Olibdagi qurultayning qurg'uvchisi. Aysha bağan shuni so'ranglar. Erkinga 19 yil burun siz qurultayni qurib 20 yil burun kitoblarni e'lon qilgan vaqtda degan nimangiz Erkin Osiyo radiosida bor ekan, shu ingliz nerede shunikini qachon e'lon qilganingiz nerede bo'lib so'rang, millat javob bersin dedim. Bu birinchisi. Ikkinchisi Sharq Turkistondan besilgan zimin ekanligiga haqida mutlaq maxfiy hujjat. Bunimi Erkin Olibdagi millat qaytirib bersin dedim. Men qaytirib bermasin. O bag'alliq debdi Abdurim G'ani bek kirishib bu narsani deb. Kirishib olib, men o'nas mening shaxsiy narsam emas. 35 million xalqniki ziminning hujjati bu narsa. Erkin Olibdagi menga bersin demidi bu narsanikini. Dünya Uyghur qurultayını Erkin Olibdagi qurib chiqqan bo'lgan ekan, Dünya Uyghur qurultayiga birish kerak bu narsani. O bermasa xiyonat qilgan bo'ladi. Undan boshqa o narsa yolg'iz qurultay emas, boshqa tashkilotlarmi mustaqillik yo'lida bo'lgan tashkilotlar ishildi o nimasini. O narsa intayin muhim. Buni birish kerak. Yana buniga sukut surayotganlar o'zingni qolgan vijdonini so'rab boqinglar. Vijdonini so'rab boqinglar. Bu narsadan yana pishin topadiganlar, qalpoq keltirilganlar men dalil isbotlab o'tirib qo'ydim. 19 yil burun Erkin Olibdaginniki Erkin Osiyo radiosiga bergan xabardan. Ya'ni qolganni Erkin Olibdagidan buna javob berish uchun ham Uyg'ur harakatlanish kerak. Hozir dunyo Uyg'urlarning eng qachvatgan ikki nuqtasi bor. Birinchisi Sharq Turkiston besilgan zimin ekanligi haqida mutlaq maxfiy hujjat. Hammasi inkor qildi. Savol, unda qolib qolsa, nima uchun inkor qildi bular? Ikkinchi savol. Myunxen xitobnomasi haqida nima uchun javob bermaydi qurultayning bir adami chiqib, mana ingliz mayaqdi, ma'nasi. Biz torbetimizda uchritib qolib ekanmiz, qaysi chaplab qo'yal bu narsani deb qilinmaydi bu narsanikini. Demak, bu yerda bir uyon bor. Bu uyon nega munosabat qo'ygan? Sharq Turkistonliklar o'rtaq manfaat munosabat qo'ygan. Bu narsa hushyor turinglar xalqim. Bu ikki narsa men keyingi kunlarda aslamga yozaman ham bu narsanikini Uyg'urlarni kuzatganlar, Uyg'urlarniki mustaqillikqa Uyg'urlarning diasporadagi siyosiy harakatda qiziqayotganligini xotir qoldirish uchun buni bir ta'minlab qo'yib uchurlan dedim. Shunlar bugungi suhbatimiz tugidi. Ash inglizcha Myunxen xitobnomasida qurultay qayta e'lon qilganda o to'g'risidagi narsalarni yana qayta uyg'urcha, xitoycha bilan bir selishtirib boqamiz. Bular Mavlanka. Ya bo'ldi, nima men u yerda shu vaqt algan yiqiyoq ko'migan, shuning uchun uningga men fikr beramayman. Inglizcha shu bir vaqtlarda Uyg'urcha anglab qilgan biladi, u yiqiyoq o diqqatim bo'lmagan. Abay bir gapim sal diqqatimni oldi. Bular mush 5-oyda bir doklad yezib, Sharq Turkiston ishg'ol qilgan zaminni isbotlaymiz deb bir doklad e'lon qilmiz deyotdi-ku. Şudurma. Ben aşınınga doklad gelsin ben kol koyup vermeye bu taşa. Kol koyup vermeye nasiga. Ya benim deydiğim bular onu kimge ispatlaydı? Ben garip dünyasında kögen İngilizce çıkan makallarının, kitaplarının Şarkı Türkistan, hemmisi Şarkı Türkistan'ı işgal kılıvagan zeminde ixra kıldı. Bular kimge ispatlaydı onu? Özlerge ispatlaydı değil mi onu? Şark G'arbda bu Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgan davlat ekanligini inkor qilgan bir materialni ko'rmadim men texi. O'zimiz inkor qilyapmiz shu bu narsalarni. O'zimiz inkor qilyapmiz. To'g'riliq chiqqan, men masalan Sharq Turkiston to'g'riliq chiqqan 30-40 ingliz kitobni hammasini o'qib bo'ldim. Masalan Gollandiya tilida chiqqan bir kitobda, ya Germaniya chiqqan bir kitobda Sharq Turkistonning Xitoyning bir qismi deb yozgan yer bormi? Bu kimga isbotlaydi, men shuni uqmayman-da. Aşını ispatlash uchun bular 4-5 yil bo'ldi. Shunchalar jiq pul qalab, aşını tadqiq qildik deydi.
Mayli aşı chiqsin, ta'sir oldi qo'l qo'yib bermayman. Bu narsanikini haliqi shu Sharq Turkiston besilgan zemin ekanligi haqidagi dokladni tayyorlashdagi bir siyosiy oraq ko'rinishi bor bu narsaniki. Buni bular o'ttirib qo'yg'ila 2002 yilning oldida o'ttirib qo'ydi bu narsanikini. Men shu Sharq Turkiston besilgan zemin ekanligi haqida mutlaq maxfiy hujjatni erkin olib tekinninki asr Sharq Turkiston degan kitobning 500 betida baki aniqcha bir narsalarnikini shuni ko'rgandan buni o'ttirib chiqardim men. Hatto erkin olib tekin bilan kurashdim men bu narsanikini. Erkin olib tekindan qayta 3 qatim kurashdim. Ashdan kurashgandim siz bor. Erkin olib tekinde hukm. Bu siz bir obdan namoyish qilyapsınız. Bu Sharq Turkiston besilgan zemin ekanligi bu dadam haqida tadqiqot kirib qolsiz. Siz buni qilma o'zingizning ishini qilsangiz bo'lmaydi deydi. Men o'zimning ishini qilyapman, oshqa vaqtimizdimi dadangizning haqida tadqiqot qilib bo'lmasak bo'lmaydi. Uni kitob yozgan Sharq besilgan zemin ekanligi haqida mutlaq maxfiy hujjat qayerda? Nima millat qaytarib bermaysiz desam, hukm siz bu hujjatni qilmang, bir necha maqola yozgandim Sharq besilgan zemin ekanligini. Shuni o'qib beqing dedi. Sizdek maqol men yoza olmayman, doktor, bu narsani yozgan Uyg'urlar jib. Men ingliz yozolmasam, yana bizga yozmoqsak bo'ldi. Lekin oyoqda Jang Jijongninki o'z vaqtida shu so'zgan nutqini Gomindan hukumatı bir broşür qilib, uni Gomindan ichki qismida taqitgan. Mutlaq maxfiy hujjat bu narsada. Bu narsaningki qanchalik tarix qiymat borligini siz his qilaysiz erkin aka desam, hukm unda binat yo'q, bo's dadam biratdi binasida dadangizning kitobi bormi desam, bor dedi. Ichine 5. betida bu eng tuvan qatlimizda desam, hukm uyga mehmon kirib qolganda men keyin kirishini buni deb lakim telefonni qo'yib etdi shu bu narsanikini. Shuni bilan uning keyin yana bir qatim telefon qildim, bir hafta o'tkazibdi-ku. Bir hafta o'tkazib e'lon kurashsam, erkin olib tekin nima deydi? Uning degini hukm bu dunyo nima Sharq Turkiston besilgan zemin ekanligi haqidagi bu mutlaq maxfiy hujjat unda muhim emas deydi. Undan boshqa muhim hujjatlar bor, dadamning qora sandig'ida. Bu narsalarni vaqtga kelib oshkorlaymiz. Men hozir qurultoy bilan kurashmoqchi, Do'lqin Aysolar bilan Sharq Turkistonning besilgan zemin ekanligi haqida bir raport tayyorlanglar deb. Osh raport muhim dedi-da. Ona keyin men dedim erkin olib tekin, erkinka dedim-da. Bu dadangizninki qora sandig'ida Sharq Turkiston besilgan zemin ekanligidagi bu mutlaq maxfiy hujjat munosabati nurg'ulga hujjatda tursa, unda ashni chiqarsangiz shular raport tayyorlasa, raport ishlasa bo'lmamdi desam, uning vaqti keldi dedi, qachon vaqti keldi dedim uningga. Demakchi, erkin olib tekindan qo'rqayotgan narsa Sharq Turkiston besilgan zemin ekanligi mutlaq maxfiy hujjatlarning o'ttirg'i chiqishini shu qadar qo'rqaqli. Bu emas, qurultay atrofga hammadan qo'rqaqli, chunki hammasi inkor qilib ko'rdingmi ayna. Men Nahmadalloh telefon qildim. Do'lqin Aysom inkor qildi, Umar Qanot inkor qildi, Farat Yo'ronqosh inkor qildi, qurultayning yuqoridagi odamning hammasi inkor qildi. U hujjat mening hujjatimmi o? 35 million Sharq Turkistonning hujjati nima inkor qildi u narsanikini? Hamda bu to'g'riliq kirkitivermayli bo'ldi. Bu to'g'riliq halqa buni millat bilsin deyapman.